Kamilbek do'stim bilan ertalabki naharga oshga keldik. Aziz do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram onadan sohibi Husniddin amakimizning yaqinlari, qo'ni qo'shnilar, qarindosh, yori birodarlar, xosatan hurmatli quda-indilar. Allah azza va jalla barchalarimizni ushbu makon ehson sari bosgan har bir qadamlarimizga ajrlar nasib etsin. Robbul alamindan so'raymizki, barchalarimizni ushbu makon sari, ehson sari, xotira dasturxoni sari bosgan har bir qadamlarimizga hasonatlar nasib muvaffaq aylasin. Bugungi yig'ilishligimizni boisi Husniddin amakimiz farzandlari bilan, jigarlari bilan bamaslahat o'tgan padar buzrukvorlari Nosir hoji dodamizni va yaqinda Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Kamilbek do'stim bilan Toshkent viloyati, Toshkent tumani G'ishtko'prik qishlog'idamiz. Mana sanatoriyamiz oldidagi katta ko'chada. Mana shu Kamilbek do'stim bilan 4-5 yildan beri hamma vaqt birga kelib, shu yerda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sanatoriyasida birga yotib, bir xonada yotib dam olamiz. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying, Kamilbek. Ana. Ana. Hammaga salom deng. Hammaga salom. 70'ten keyingi hayot kanali qatnashchilariga salom deng. Bo'ldi. Mana biz Kamilbek do'stim bilan o'zimizning sanatoriyaga yetib keldik. Hozir soat ertalabki 8:15. Kamilbek bilan sanatoriyaga kiramiz. Marhamat Kamilbek. Keyinidan men kiraman hozir. Ana hozir men ham kiraman. Xo'p. Gullar. Mana gullar. Mana sanatoriyamiz. Teritoriyasidamiz. Sanatoriyaga kirdik. Mana gullar. Mana kirish joyi. Mana Kamilbek do'stim. Hozir yotoqqa borib, bugun yakshanba kuni dam olamiz. To'g'rimi Kamilbek, dam olishmi bugun? Mana bu bizning oshxonamiz. Mana hozir Kamilbek bilan oshxonamizga kirib ko'ramiz. Mana keldik. Mana. Bugun qanday taomlar ekan? Bugungi taomlarni ko'ramiz. Mana oshxonaning umumiy ko'rinishi. Mana odamlar ovqatlanib o'tirishibdi. Hammaga yoqimli ishtaha.